Sevinch qizim keldi. Maktab anaqa уже o'qishi bitirdi mana ikkinchi kursi. Yana 2 yil, 2 yildan keyin уже o'qishi bitiradi. Film va televideniyada o'qiydi Sevinch. Kinematografiyada. Ana opasi kelganiga xursand. Are you happy that your sister came? Yeah. Yeah. Ukalarini yaxshi ko'radi Sevolichka shunaqa. 2 kundan keyin Los Anjelesga ketyapti. 2 oy bu o'sha yerda bo'ladi ota-onamning yonida. Chunki men уже ketaman-da, тоже men ham iyunda. Mana ertasi kuni bu birinchi ketadi, keyin men ertasi kuni men ham boraman Los Anjelesga. No, men o'tda bir hafta bo'laman ota-onamnikida, xudo xolasa. Bu bo'lsa 2 oy bo'ladi. Chunki men bu yerga qaytib kelib, keyin Chikagoga ketamiz, qaynatamnikiga. Keyin o'tdan keyin Pochela bilan Italiyaga ketamiz, xudo xolasa. We are going to Italy, Sevinch. Italiyaga ketyapmiz. Bilasan-a? Yeah. Da, bir kuni sen bilan ham boramiz, qizim. Ona bola bo'lib, ha? Sevinch. Salom qizlar, mana o'zbekcha kanalni ham boshlab yubordik. Hozir o'rtoqlar bilan uchrashuvga ketyapman. Bizda Savanada, bilasizlar, Kaliforniyadan bilmaganlar ketyapman. Kaliforniyada 2008-yildan boshlab turib, 2024-yilda Savanaga Pochelani erimmi ishlari bo'yicha Savanaga kelganmiz. 5 yilga, уже 2,5 yildan beri bu yerda turibmiz. 2,5 yildan keyin xudo xolasa Los Anjelesga qaytib boramiz. U yerda endi odam ko'proq, o'rislar ham, o'zbeklar ham, har xil millatlar. Bu yerda Savanada unaqa ruskoговорящийлар kam. O'zbekcha gapiradiganlar undan ham kam. 2 ta odam faqat uchratganman. Chunki bu более такой чисто amerikanskiy shaharchada, kichkinaroq. O'shanga bu yerda tanishib qoldim. Mana ruscha gapiradigan ruskoговорящий community bilan ular bir oyda bitta o'yin o'ynashadi. Игра. Ana что где когда esinglarda shunaqa o'yinlar bo'lardi-ku. Angliychasiga trivia deydi. O'shanaqa o'yinga hozir ketyapmiz. Keyin o'sha undan keyin bu yerda tanishganman qizlar bilan. Qozog'istonlik, rossiyalik, tataristonlik shunaqa qizlar bilan tanishganman. O'shalar bilan birga rooftopga boramiz, barga, ana rooftop degani u ana krishada. O'shalar bilan ham bir oyda 2-3 marta uchrashib turamiz. Shunaqa hozir endi get ready men bilan qilamiz qizlar. Tak, hozir mana shimim keldi, mana etiketkasini oldim. O'tgan safar maslarga ko'rsatgan edim, yo rus tili kanalimda ko'rsatgan edim, o'zbek tilida ko'rsatmagan edim. No, mama Karldan menga o'zi bu brend yoqmaydi, chunki juda ham bachkina narsalari. No, mama jinsisi yoqdi, chunki qaranglar mana. Mamnaqa detali bor-da. Hozir ko'rsatsam. Shu detali yoqdi, mamatdagi mamnaqa detallari ham yoqdi mana. Tirnoqimga ahamiyat bermanglar. 3 kundan keyin Los Anjelesga uchib ketyapman, ota-onamning yoniga, o'sha yerda qilaman. Bu yerda вообще tirnoq qiladigan joylar jinich. Shuni kiyaman, mana hozir etiketkasini oldim. O'tgan safar 2-razmer olgan edim, qottalik qildi. Hozir nulyovkasini oldim. Mana 0. No, bu ham sal kattaroq, qottalik qilyapti, mayli. Hech narsa qilmaydi, babushni kiyib boraman. Mana qizilimni kiymoqchi edim birinchi, 2 ta koftani olib qo'ydim, bilolmayapman. Shu-da mana yaxshimikan? deb o'ylayotgandim. Endi yo'q, men buni kiyadigan bo'ldim. Hozir sal anaqa kirdan chiqqan edi-da, dazmollash kerak. Dazmollashga vaqt yo'q paytda men sizga ko'rsataman, qizlar nima qilsa bo'ladi. Mana qizlar, Downy'dan anaqa wrinkle releaser degan narsa bor, Amerikada turadiganlar. Menga TikTok'imda yozishdi, Turkiyada ham bordi, O'zbekistonda ham bo'lsa kerak, bilmadim. Vaqtingiz yo'q paytda, tez qilmoqchi bo'lgan paytingizda bo'ladi-ku. Bu endi lyonda, lyon shunaqa g'ijimlanadi kirdan keyin. Mana. What are you doing? What are you doing? It's ironing. Bo'ldi. Mana ko'zinglarni oldida g'ijimlangani ketdi. Lala, ulala. Ulala. Sal endi qursin-da. O't. Bo'ldi qizlar, o'sha ozgina vaqtim qoldi. Kech qolganman. Sochimni qilishga vaqtim bo'ladimi? Yo'q, bilmayman. Mana bunaqa Lady Gagadan House Labs'da ishlatyapman. Menga shu yoqadi, shu foundation. Bilmadim endi. Hammasini ko'rsatishga vaqtim yo'q. Ja, bunchalik tayyorgarlik ko'p qilmayman. Chunki vaqtim bo'lmayapti-chi qizlar.
ulgurmadim. Ikkita kichkina bolalar bilan juda ham qiyin. Qizlar endi bu yangi kanal bo'lgani uchun mana kimdir Instagramda kuzatadi, kimdir TikTokda, kimdir rus tilidagi YouTube'imda. Endi bilmaganlar, masalan, faqat meni YouTube'da ko'rganlar uchun mana kommentariyalarni tagiga savolinglar bo'lsa, hammasiga men sekin-sekin javob beraman qizlar o'zim to'g'rimda. O'zim 2008-yilda kelganman Amerikaga, Los Angeles shahriga, Kaliforniya shtatiga. Qizim 1,5 yoshida Amerikaga kelganida, hozir уже 5 kundan keyin Sevinch 20 yoshga to'lyapti. 20 qizlar, 20 yil oldin, 21 yil oldin birinchi turmushga chiqqan ekanman. 20 yil oldin Sevinch ko'rganman. 1,5 yoshdan boshlab уже Amerikada turadi Sevinch. Endi hozir aytib bermayman, chunki hozir aytib beradigan bo'lsam chalg'ib ketaman. Uni bir o'tirib, sizlarga sekin aytib beraman qizlar. Sekin-sekin hayotimni hammasini, amerikanец pocheylar bilan qanaqa tanishganman, hammasini. Endi menda shortlarim bor, aytib berganman o'zbek tilida ham. Ey, Jamila. Shortslarim ham bor, aytib berganman. TikTokda ham, anaqada, Instagramda ham. Endi yangi odamlar ham bor-ku. Hozir shoshilyapman-da, o'shanga menda даже mana ikkita bola turibdi. Gap qo'shtirishmayapti. Mayli, hozir tayyor bo'ling, ko'rsataman keyin. Lukimni. Qizlar bo'lmadi. Men buni xo'liga ilib qo'ydim-da. Birdaniga yomg'ir yog'ib ketsa bo'ladimi? Bizda savanada shunaqa birdaniga shirillatib yomg'ir yog'ib ketadi. Tropический дожди deydi uni qizlar. Endi men nima kiyib oldim, mayli. Bo'ladi shu ham, ana. O'rtog'im o'zi kutyapti, Uber qilmoqchi edim. O'zim mashina haydamoqchi emas edim bugun. Uber qilmoqchi edim, qarasam Uber 20 minut. Endi biz ostrovda turamiz-da. Bu shahardan ostrovga kelgancha 20 minut, 25 minut, bir paytda 30 minut o'tib ketadi. Taksi kelgancha. O'shanga o'zim mashinada boraveraman, mayli. Tak, mana shunaqa vidim bo'ldi. Ko'rdinglarmi, qanaqa chiroyli jinsi? Bu sal kattaroq, baribir sal mana kattaroq. Nulyovka bo'lsa ham, no, bundan kichkinasi yo'q. Endi hozir oyog'imga bunaqa kiymoqchiman. Buni ham Karldan oldim. Bunaqa blinklari bor. Menga o'zi bunaqa yatir-surtirlar yoqmaydi, no. Bunchalik emas, unchalik bilinayotganiga o'shanga mayli. Shuni kiyib ko'ramiz. Bo'ldi, уже ketish kerak. Bo'lmasam soat 6 da уже o'yin boshlanadi-da, qizlar. Hozir agar kech qolsam bo'lmaydi. Voy, tushib ketdi. Bu nimadan edi? Tak. Sumkamga mana bunaqani tanlayapman. Серый Chloe sumkasi. Sizlarga ko'rilyaptimi? Mana qizlar, mana bunaqa qilib ko'rsatsam, ko'proq ko'riladi shekilli. Bo'ldi. Tayyormi? Ketdik. Qizlar, bo'ldi, o'rtog'im yoniga ketyapman, pochelaga yetdim. Bilallar-da, что bugun o'yin bo'lganini bilallar. O'yindan keyin rooftopga borishimizni bilmagan edilar. Men aytdim, ketayotganimda hozir. O'yindan keyin endi tak nomigacha bo'pti, yaxshi o'ynab kelgan dedilar-da. Endi bolalarga qarab qo'yaptilar-ku. Xo'p, rahmat. O'yindan keyin rooftopga boramiz. Xo'p desam, uni qaradilar-da. Xo'p dedilar. Endi hammasini, masalan, o'sha eri bor, bola chaqasi bor. Nima endi rooftopda o'tirishga haqqimiz yo'qmi, qizlar? Faqat bola chaqa, uy. Odam o'zi uchun ham ozgina anaqa qilish kerak-da. Endi bir o'yin o'ynaymiz, keyin kechki payt rooftopga boramiz. Bizda savanada rooftoplar ko'p-da, krishada takoy chiroyli kokteylchiklar ichadigan joylar ko'p-da. O'shanga men aytdim, mayli, baraka toping dedim. Yaxshi o'tiringlar bolalar bilan. Men kech-kecha o'tiraman bolalar bilan. Siz ham ozgina o'tirsangiz hech narsa qilmaydi dedim. İçimde yetdim. No, yetdim. Mana dugonam bilan uchrashdim. Salom. Salam. Tatarchka o'rtog'im. Lekin tatar tili bizning tilga o'xshab ketadi-da. O'xshagan. Anglab bular. Bo'ldi, keldik o'yinga. Если что, можете чуть... Вы не думали, что вы так вот будете. Главное, чтобы всем было комфортно. Располагайтесь. Добрый вечер. Здравствуйте, как вообще чего? Так, вам как-то Маргарита oldik. Давай, cheers. Давай сфоткаем. Я хочу, чтобы вы действительно искренне поаплодировали мушкетерам. Я отдельно отмечу мушкетеров, потому что они вот как-то собрали... Вот я сказал собрали, и они собрали вообще. Похлопайте им, они большие молодцы. Так,
А, так, что? Вот такие вкусные, необычные вам печеньки. Красиво. Поздравляем, сегодня бронза без границ. 26 баллов. Lambrusочка. Qizlar, o'yin tugadi. Endi biz hozir rooftopga ketyapmiz. Aylanishga qizlar bilan. Bir xil qizlarni erlari ham keldi. Qizlarni pochchali kelmadilar. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never replied. They home gone, am I late? Did I miss the invite?